Aksariyat hollarda mashhurlarning farzandlari o'z ota-onasining soyasida qolib ketadi. Nur.kz sayti prezidentlarning mashhurlikda o'z otalaridan qolishmaydigan qizlar haqida ma'lumot to'plab taqdim etdi. Marhamat, tomosha qiling. Darig'a Nazarboyeva. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning 3 nafar qizi bor. Biroq ular orasida eng mashhuri Darig'a va Aliya. Darig'a Nazarboyeva faol va muvaffaqiyatli ravishda siyosiy karyerasini qurmoqda. Yaqinda u mamlakatdagi eng obro'li ayollar reytingining yetakchisiga aylandi. 2016-yilning 15-sentyabrida Qozog'iston parlamentiga senator sifatida saylangan edi. Aliya Shagiyeva, Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevning qizi Aliya rassomchilik bilan shug'ullanadi. Men ozod bo'lish va boshqalarni ham bunga chorlashni istayman, deb yozadi prezidentning qizi o'zining Facebook'dagi sahifasida. Uning suratlari va postlari Qirg'iziston va xorij ommaviy axborot vositalarida bir necha bor shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Shuningdek, Aliya xayriya ishlari bilan ham shug'ullanadi. Ozoda Rahmon, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning qizi, AQShda tahsil olgan. Georgetown va Maryland universitetlarini tamomlagan Ozoda Tojikistonga qaytib, siyosiy karyerasini qurishga kirishgan. Tojikiston senati a'zosi va dunyoning eng muvaffaqiyatli 100 nafar ayollaridan biri hisoblanadi. Ayshat Qodirova, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning qizi. O'zining kiyimlari kolleksiyasi bilan tanilgan. O'tgan yili turmushga chiqqan Ayshat Firdavs modalar uyining direktori hisoblanadi. Sumaya Erdo'g'on, Rajab Toyyib Erdo'g'onning katta qizi. Esra omma oldida ko'p ham ko'rinish beravermaydi. Biroq kichkina qizi Sumaya mamlakatning siyosiy hayotida va ota-onasining rasmiy uchrashuvlarida faol ishtirok etadi. Sumaya Oksford universitetini tamomlagan. Ivanka Trump. Ivanka Pensilvaniya universitetini tamomlagan va otasi Donald Trampga rasmiy uchrashuv hamda xorij safarlarida muntazam hamrohlik qiladi. Leyla Aliyeva. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning 2 nafar qizi orasida Leyla ko'proq mashhurlikka ega. U suratlar chizadi, she'rlar yozadi, hatto bir nechta kitob ham chiqargan.